Salom hammaga, sizlar bilan bugungi buldrop videomizda ko'rganimdan xursandman. Qani jigarlar, bugun bu buldropda reys qilib ko'ramiz. Ikkitalik bo'lmaydi, bittalik qani go. Hozir davay mahinatsiya. Qani ketdik. Shu reskimiz uchun edit ketdimi? Davay bolalar, ketdimi? Qani go. Harosh, davay. Buni sotamiz. Bizga shunki kerak emas. Bu nima qilamiz? Boshqa. Va bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan tez chiqish kerak, chunki bir marta foydadan keyin ziyon ham beradi. Mana bu rangdan ochib ko'ramizmi? Siniydan. Bo'ldi. Qani yo'masam ochib ko'raylik. O'rtacha xavf. Pistolet, davay birortasini ber. Qani go. Baribir kiresa yedirda. Bunisi beri, bunisi. Ayyor. Bu yerdan chiqamiz. Chiq. Chiq, ana chiqdi. Hop. Robus ochib ko'rayim, Robus. Qani? Ishlamaysan. Robusda qaysi keys yaxshi? Keyingi safar kommentariyaga bolalar yozib ketinglar. Birorta PUBG va keskin farqi yo'q, yozib ketganingdan ochaman. Qani? Davay. Yuqori hafta bitta. Yuqori hafta. Bilan. Mayli. Zato foyda. Yuqori hafta 23 berdi. Qani o'rtacha hafta nechi berar ekan? Davay. Qani ko'ramiz. Hop. Shu bir zitlik tushib qolsa, vay. Hech qancha endi biz uchun unaqa narsa emas bu, mayli. Yaxshi, harosh. Bu yerdan tez chiqish kerak, chunki bu yerdan yediradi. Lekin yana ochkim kelyapti. Mayli, ochamiz. Voy bala, ketdi, aytdim-ku, yediradi dedim-ku. Yediradi bolalar. Asadga berilmaydi, azadga. Bolalar, mana shu ham yaxshi beradi, lekin katta tikib o'rmayni, yedirib yuborish mumkin, chunki lamanda ko'p ishlatganman, yedirishi aniq, lekin o'ynab ko'rsanglar bo'ladi bulardan ham. Bu yerga 1.6x. Davay, yana bitta bo'lsin. Ana. Yechib olaman. Yana bitta, davay. Bu yer, davay. Bu yerga. Ana. Davay, yana davay. Davay, yechamiz. Yerdan chiqqan yaxshi, chunki bu safar yedirishi aniq edi. Qaysi keysni ochish yaxshi bo'ladi? Qaysi keys? Hop. Mana 15limi yo 9li? 9li, davay. 9li yuqori hafta ketdi mana. Mana hozir qarab turinglar, Frown tushadi. Hazillashdi, mana yediradi dedim-ku. Yediradi. Shuning uchun katta risk qilmanglar. Bu riskga kirmaydi endi, prosta. Sizlarda kankon qoldimi, boya kesdi otganingda ma'qul. Mana 23 talik ketdi. Katta risk qilsanglar, lekin katta berib yuborish ham mumkin. Berganda maslahatim yechinglar. Hop, mana. O'tda ham kam foyda bo'ldi shekilli. O'tda ham
judayam kam foyda bo'ldi. Xo'p. Shunaqalardan beraversak-ku, pul turib qanaqadir kirisa qo'yam bilmayman. Ana 23 olib ketdi. Yo'qasam mana ham olib ketmasdi. Hop. Davay. Saytdan odam ko'p kirgani uchun menimcha qotyapti. Davay. Ash mifli berganda yaxshi. Voy billahi kirisa. Boyagi foydalarni hammasini bitta qilib yedirdi shekilli. Bizga qizig'i yo'q. Bizning coinimiz hozircha bor, balansimiz. Shuning uchun ochamiz. Yana mana 10, lekin baribir ziyoni boshqada. Boyagilarni sotaman va video o'z nihoyasiga yetib qolaydi-da. Sizlar bilan xayrlashaman. Shunchaki keyingi videolarda ko'rishguncha